Ayolimning oshpazi. 5-qism. Qor parchali shnitzel. Zot oliylari, cho'jobaningiz tayyor. Olib kiring. Zot oliylari, ahvolingiz Sen shu yaxshimi? yerdamisan? Kecha juda ko'p ichib yubordingiz. Shuning uchun quritilgan treskadan bosh og'rig'ingizga sho'rva tayyorladim. Quritilgan treska? Ha. Bu quritilgan treskadan tayyorlangan fransuzcha uslubdagi sho'rva. Ha. Quritilgan treskali sho'rva. Tatib ko'ring. 예, 전하. Ushbu dorama Telegramdagi Minho TV tomonidan ovozlashtirildi. Axir bu treskali sho'rva deb aytmaganmiding? Quritilgan treska qani? Men baliqni mayda bo'laklarga bo'ldim. Yeyish oson bo'lish uchun. Yeyishda davom eting. Yoki nimadir bezovta qilyaptimi? Zoti oliylari. Bosh oshpazdan tashqari hamma ketishi mumkin. Xo'p bo'ladi, hazratim. Menga aytchi, kecha nimadir bo'ldimi? Buni sizdan so'ramoqchi edim. Kecha nima bo'lganini eslay olmaysizmi? Men kecha mast bo'lganimni eslayman. Keyinchi Odam unutish uchun ichadi. Nega endi men eslashim kerak? hali hech narsani eslay olmayman demoqchimisiz? Oho, bunga qanday jur'at etyapsan? Nega savol beraverasan? Qimirlama, joyingda qol. Faqat bir oz. Buni eslamaysizmi? Shoshma. Bu nima edi? Yaxshisi aytmaganim ma'qul. Bo'ldingizmi? Nega o'zingni bunday tutyapsan? Menga to'g'risini ayt. Zot oliylari, bir narsani aniq aytib qo'yay. Siz umuman meni didimga to'g'ri kelmaysiz. Tushundingizmi? Nima? Senga to'g'ri kelmayman? Ha, ideal insonlar haqida gapiryapman. Menga yoqadigan. Siz umuman menga yoqadigan erkak emassiz. Nima esingdan chiqdimi? Sen meni bosh oshpazimsan xolos. Bu degani men seni ayol sifatida ko'rmayman. Tushundingmi? Bu juda yaxshi. Shunday ekan, nimani aniqlashga urinyapsan? Menga bu juda ham zerikarli tuyulyapti. Men ochiqchasiga gaplashaman. Zot oliylari, bundan buyon qayerga? Yo'q, kecha sochayotganingizda ehtiyot bo'ling. Tushunarlimi? Ha, yaxshi. Ichganimdan keyin hushyor bo'laman. Kirib ovqatni olib keting. Xo'p bo'ladi, hazratim. Voy yaramas ey.